O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi san'at olami talabalar nigohida mavzusidagi 2-respublika talabalar ilmiy-amaliy anjumani o'tkazildi. Unda san'at va madaniyat sohasiga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etishdi. Hozir shu haqda. San'at sohasidagi ta'bir joiz bo'lsa, raqs yo'nalishidagi ilmiy-amaliy anjumanlardan odatda biroz yiroq bo'linadi. Natijada talab va taklif o'rtasidagi muvozanat bir tomonga og'adi. Ayni shu masalalarning oldini olish uchun ushbu anjuman ahamiyatlidir. Seminar 3 ta sho'bada ish olib borib, unda talaba izlanuvchilar tomonidan Sharq uyg'onish davri madaniyati va san'ati rivojlanishiga oid chizgilar, O'zbekistonda san'atchilikning o'ziga xos muammo va yechimlari, Farg'ona shodiyonasi raqsining badiiy estetik jihatlari kabi dolzarb mavzular tahlil etildi. Aynan xoreografiya akademiyasi talabalari nafaqat bugungi kunda ommaviy bayramlarni sahnalashtirish bilan, spektakllar sahnalashtirish bilan, balkim ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib borishmoqda. Aynan xoreografiya san'atining turli yo'nalishlari, xalq sahna raqsi, o'zbek milliy raqslari, jahon zamonaviy raqs san'atining bir qator tarixi va turlari bo'yicha tadqiqot ishlarini amalga oshirib, bugungi kunda o'z maqolalari bilan 100 dan ortiq talabalarimiz ishtirok etishdi. Shuningdek, o'zbek raqs san'atining rivojlanish yo'llari, xoreografik jamoalar va ijodiy shaxslar brendini shakllantirish, an'anaviy va raqamli PR vositasi kabi mavzularda taqdimotlar qilindi. Talabalar mazkur anjumanga jiddiy tayyorgarlik ko'rishdi. Ular san'at va madaniyatga oid turli yo'nalishlar bo'yicha dolzarb bo'lgan mavzularni yoritib berishmoqda. Akademiyamiz ustozlari ham talabalarga ularni yo'naltirish va tadqiqot usullarini o'rgatish orqali yordam berishmoqda. Ahamiyatli jihati, konferensiyaga 100 dan ortiq maqolalar kelib tushgan va uning materiallari to'plami chop etilib, xalqaro maydonda ham maqolalar ko'paytirib borilyapti.